Qozog'iston go'shti O'zbekistonga $3 sotilayotgani aytildi. Qozog'istonda 2025-yil uchun bojxona statistikasi e'lon qilindi. Unda 1 kilogramm go'sht O'zbekistonga o'rtacha $3 atrofida sotilgani keltirilgan. Bu haqida Semanak.kz xabar berdi. Qayd etilishicha, statistikada 2025-yilda O'zbekiston Qozog'istondan 66,1 ming tonna mol go'shti va submahsulotlarni 189,9 million AQSh dollariga sotib olgani aks etgan. Bu o'rtacha hisobda 1 kilogramm uchun $2,87 tashkil etadi. Shu bilan birga, ayni davrda Qozog'iston ichki bozorida mol go'shtining chekana narxi 30% dan ko'proqqa oshib, 1 kilogrammi 4,5 ming tengaga yetgan. Qozog'iston savdo va integratsiya vaziri o'rinbosari Janel Kushukova mazkur ma'lumotlarga izoh berib, bunday raqamlarni shubhali deb atagan. U narxlar o'rtasidagi tafovutga to'xtalar ekan, bu raqamlar texnik xatolik oqibati bo'lishi mumkinligini bildirgan. Go'shtni davlatga sotmaydi, balki aniq ishlab chiqaruvchi shartnoma asosida sotadi. Agar ichki bozorda narx bir necha baravar yuqori bo'lsa, ishlab chiqaruvchi uchun mahsulotni $3 dan chetga sotish iqtisodiy jihatdan foydasiz, deydi u.